Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar. Xudo xohlasa yana bir yangi obyektimizga yetib keldik. Tomga penalonboz quyish xizmati. Hozir mana vassali shilipkalarni ustiga bir qator materiallar tashab joy tayyorlash boshlab oldik quyishga. Bu penalonbozni endi asosan loy suvoqlarni o'rniga qo'yamiz yoki bo'lmasa yuqa bosilib qolgan loy suvoqlarni ustiga ham quyib bersak bo'laveradi, effekti bilinadi. Loy suvoqlar ustiga quyadigan bo'lsak 5-7 sm qilib quyapmiz. Bunaqa yangi vassali shilipkalar ustiga yangi uylarga quyadigan bo'lsak 10 yoki 15 sm gacha qilib quyib beryapmiz. Effekt shunda bilinadi. Hozir bu joyimizga ham 10 sm qilib quyishga kelishganmiz. Mana bir boshdan quyib kelyapmiz. O'zlaringlar videoda ko'rib baho berishlaring mumkin. Yaxshi zo'r holatda chiqyapti. Hamma yo'g'i joy-joyida. Hozir mana bu vassali shilipkani ustiga shuni materiali bor. Shu materialni tashlaymizda bir boshdan steplerlab boraveramiz. Oqmaydigan qilib iloji boricha. Steplerlab tayyorlab olganimizdan so'ng shuni ustidan quyib kelaveramiz. Bu mahsulotimizni o'zi suyuqligini hisobiga bemalol past baland joyiga oqib borib, o'z urvini ham chiqaradi, razmeri ham chiqaradi shunda. Xo'p, mahsulotimiz haqida ham qisqaroq ma'lumot berib o'taylik. Gips bo'ladi, sement bo'ladi, penasi bo'ladi. Shularning aralashmasi shuni suyuq holatda quyib borilaveradi. Bu mahsulotni quyganimizdan so'ng uzoq 10 minut ichida qatiyda ustida bemalol yursangiz bo'laveradi. Mana oyog'ingiz chiqmaydi, yorilmaydi. Faqat o'zini toza holatda qurib ketishiga shu 1,5 oy, 2 oy vaqt kerak bo'ladi. Shu vaqt ichida yana ham qurib mustahkamlashib, qatib ketadi. Bu mahsulotimiz yonmaydi birinchi o'rinda. Vazni loy suvoqdan 2 barobar yengil bo'ladi. Yorilib ketmaydi. Qanday holatda quygan bo'lsak, shunday holatda qoladi bu. Mana o'zlaring ham ko'rib turibsizlar, mana bir boshdan mana bu taraflarimizni quyib bo'ldik. Yaxshi zo'r holatda turibdi. Tom ustalari ham mana kelib ertadan bemalol ustida yurib, shipirini qoqib, tomni bitirishaveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga. Ushbu nomerlarimizda Telegram, WhatsApp imolarni ochib qo'yganmiz. Chet elda ishlab turgan akalarimizdan bemalol bizga internet orqali murojaat qilsalaring bo'laveradi. Nomerlarimiz 24 ga 7 ishlayveradi. Ushbu videomiz kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa, bittadan layklab bosib qo'ysizlar. Obuna tugmachasini bosib qo'ysalaring do'stlar, yanada yangi obyektlarni qo'yib boramiz. Har bitta qo'ygan tomimizni qo'ya olmasak ham iloji boricha shu chiroyli qilib video qilib, pena haqida ma'lumotlar berib, chiroyli videolar qilib qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun barchaga rahmat.